atmosfera yaxshi bo'lgan, chunki biz Yaponiya Janubiy Koreyadan kuchliroq terma jamoa hisoblangan o'sha paytda. Ikkalasi ham yetakchi, Osiyoning yetakchi terma jamoalaridan birlari bo'lgan. Lekin biz Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'ynaganimizdan o'zimizga bo'lgan ishonch yuqori bo'lgan. Tayyorgarlik jarayonida hech qanaqa muammo bo'lmagan, lekin Janubiy Koreya biz kutgandan qandaydir boshqacharoq o'yin namoyish qilgan va mana hozir ikkita hujumchini tenglashtiradigan bo'lsak, bular ikkalasi ham boshqacha uslubga ega bo'lgan hujumchilar bo'lgan. Chunki men Kazimiurani qo'riqlash jarayonida unga qanaqangi himoyalanish, texnikasi ko'p fint ishlatadi, shunday yonga tashab turib qochadi. Mana shularni men yaxshi o'zlashtirgan bo'lsam, o'rganib chiqqan bo'lsam, Choi Yun-su butunlay boshqa uslubga ega bo'lgan hujumchi bo'lgan. U bo'ydor bo'lgan, mendan nisbatan baquvvatroq bo'lgan va gapni ochig'i men asosiy qurolim shu yuqoridagi kurashlar, bosh bilan o'ynash, jangovarlik bo'lgan, lekin o'sha o'yinda unga qarshi deyarli hech narsa qila olmagan, hech narsa o'xshamagan, chunki mendan balandroq sakrayapti, pozitsiyani mendan to'g'riroq olyapti, korpus bilan, tana bilan yaxshi to'pni bekityapti, pozitsiyani to'g'ri olyapti, qo'riqlab yuribmanda, kerakli vaziyatda tezlik bilan rivoj qiladi va kerakli pozitsiyaga chiqib boradi. Shu sababli uni qo'riqlashda katta muammoga uchraganman. Men o'ylaymanki, bunda ikki xil uslubga ega bo'lgan o'yinchi, arasi kam bo'lgan, tayyorgarlik ko'rish jarayonida deyarli imkon bo'lmagan. Biz tiklanganmiz va yana keyingi o'yinga chiqqanmiz. Men o'ylaymanki, shu yaxshi o'rganib chiqmaganim bu hujumchini menimcha ta'sir o'tkazgan deb o'ylayman va o'sha paytda Choi Yun-su juda ham kuchli futbol namoyish qilgan. Jamoaga keladigan bo'lsa, o'sha kuni bizda deyarli hech narsa o'xshamagan. Tarkib zo'r, lekin jamoaviy o'yinimiz qovushmagan. Asosiy o'yin bo'yicha Janubiy Koreya terma jamoasi to'pni ham nazorat qildi. Hamma tomonlama bizdan ustunlik qilgan. Mana bo'ladi-ku, bir xil paytda omadimiz kelmadi, yutkazib qo'ydik. O'yinda hamma tomondan ikki bosh baland o'yin ko'rsatgan biz va haqli ravishda bu o'yinda afsus yutkazganmiz o'zimizning muxlislarimiz oldida. Bu juda ham alamli bo'lgan, lekin eng kerakli o'yinlardan birida biz mag'lubiyatga uchraganmiz shunda.